Bu 4 ta burchga siz hech qachon sen meni unutolmaysan, meni hayotimdan ketolmaysan, shunchaki hayotimdan chiqib ketolmaysan va bu sen qo'lingdan kelmaydi, chunki sen menga o'rganib qolgansan demang. Ular shunaqa qiladiki, sizlarni 2 kunning o'zida unutib qo'yishadi va hayotingizdan chiqib ketgan bilmay ham qolasiz. Go'yoki ular bo'lmagandek chiqib ketadi, lekin siz aniq ularni sog'inib qolasiz. Ularning o'rni sizning hayotingizda bilinadi. Doim qarab eslab qolasiz. Rasmiga ko'zingiz tushdimi, yillab xotiralar orqaga qaytadi va ko'zingizdan bir tomchi bo'lsa ham yosh oqadi. Bilasizmi, birinchi qaysi burch keladi? Bizning eski an'anaviy manipulyatorimiz, tushunib bo'lmas xarakterga ega bo'lgan burchimizlar. Chayonlar. Ikkinchi burchimiz har bir mayda detalga e'tibor beradigan burch, har bir gapingizni analiz qiladigan burch vakili. Har bir gapirgan gapingizni eslab qoladigan burch bu parizotlar. Parizotlar ular chiqib ketadi hayotingizdan, go'yoki bo'lmagandek. Hamma narsada o'zingizni ayblaydi, qaytib borsangiz, ya'ni ularning hayotiga. Uchinchi burchlarimiz esa o'ylab ko'ring kimlar? Ular siz bilan munosabat qilayotganda to'g'ri, bir ikki marta oldingizga keladi. Menda ayb o'tdi, uzr dedi. Lekin siz ularning hissiyotlari bilan yana qayta o'ynashaversangiz, ularni mensimasangiz, ularni jirkib tashlab, ularning o'rnini hayotingizda past qo'ysangiz, ular bori yo'qolgan dedi, shunchaki chiqib ketadi va ularni sog'inib o'tirasiz. 4-o'rinda esa qaysi burch? O'ylab ko'ringchi. Kommentga yozasizmi? Hamma o'z fikrini kommentga yozib qoldirsin. Men to'g'ri javobni 2 kundan keyin aytaman. Istoriyamga kirib ko'rish mumkin, o'ta ko'proq yangiliklar bo'ladi. Menga obuna bo'lish mumkin. Menda hammasi numerologiya va astrologiya haqida.